Bu Kamiljon akamizning hayot yo'li, tarixi, materiallar. 40 yildan beri shu Kamiljon aka otangizning to'g'risidagi materiallarni izlayman va shuni izlab topdim. Bu kitoblar Kamiljon aka otangizning Atiyaz Oxundan qolgan yodgorlik kitoblar. Bu arab, fors tillarida yozilgan kitoblar. Mana bu rasmda Kamiljon otangizning otasi Atiyaz Oxun. Mana bu yerda uning onasi, mana bu yerda Kamiljon akaning o'zi tasvirlangan. Bu Kamiljon Ataniyozovning otasi Atiyaz Oxunga Xiva xoni Feruzxon tomonidan berilgan yozma hujjat. Bu yerda masjid madrasalardagi yoshlarni o'qitish, ta'lim-tarbiya berish ko'zda tutilgan. Bir 1956-yilda O'zbekistondan katta ijodiy guruh Hindistonga safarga otlangan. Shu sahnaga chiqishdan oldin she'rini ham to'qib, Salom Hind xalqiga nurli bo'stondan, gullagan yashnagan O'zbekistondan. Salom Hind xalqiga nurli bo'stondan, gullagan yashnagan O'zbekiston. 12 ta ashullarni birdan aytganlar. Doğudan, şeyden çıkıp aytırgandan keyin Jawahar Nehru ham, Gandhi ham, yana birovlar ham hamma zallar ko'tarilib Aytgandan keyin yerdagilar hamma hayron bo'lgan. Qanday bu odam shunchalik ovozni qayerdan olgan ekan bu deb ishonmaganlar. Hind xalqi ham tan beryapti-da endi shunaqa ovoz bormikan? Shu nahotki shu bir odam bir tor bilan shu darajalik qo'shiq aytadi deb hayron bo'lishganda ular. O'zlarini shu endi vrachlari deymizmi, qaraydigan odamlarimi, ish ko'pchilikni chaqirganlardan ko'rsatganlar. Keyin ular tekshirib hammasi hayron bo'lganlar, yo'q, hech narsa yo'q ekan, bu odam o'zi Xudo taolo bergan ekan bu ovozni. Bu o'zi Xudo taolo tomonidan shunaqa yaratilgan inson ekan bu deganlardan. Keyin kechqurun mana Raj Kapur uylariga taklif qilgan. Ular uzoq suhbatlashganlar, soat chalganlar, qo'shiq aytganlar, u hindcha, bu o'zbekcha qilib Sizga bir ajoyib podarka beramiz, getirganingizda sovg'a beramiz deganlardan. Dedimlar hech endi o'ylamaganlar. Endi bir suvenir, bir nima bersalar kerak deb o'ylaganlar-da. Keyin ketmaslaridan bir kun oldin shunaqa bahaybat filni olib kelganlar. Kamiljon akani ovozi balandligidan, talanti balandligidan, ruhi balandligidan hindlarga yoqqani uchun ham u kishiga filni sovg'a qilganlar. Dedimlar hayron. Ben bunu nima qilaman? Siz hech qayg'urmang, qanaqa boradi bu deb biz o'zlarimiz O'zbekistonga eltib beramiz shuni deganlar. Shu bilan dadamlar uni chin deb ham o'ylamaganlar. Shu bilan uchib ketganlar. Vaqt o'tgandan keyin qarasa, kelib turibdi xabar, feelingiz keldi deb. Shunda boshim ushlaganda, "Ya bu feelni qayerda olib kelaman, qayerda qo'yaman bu feelni?" Hayvonot bog'ini direktorini chaqirib, o'sha feelni sovg'a kelganlar. Men nima qilaman buni? Meni doim eslab yurish uchun yerga kelgan kichkintoylar. Juda bolajon inson bo'lgan. Afsuski, bir farzandlari bo'lgan, o yoshligida nobud bo'lgan. Ana shundan keyin bu g'amni ustiga yana bitta katta g'am Kamiljon akani boshiga tushadi. U ham bo'lsa akasi avtohalokatda vafot etadi. Ana shu akani barcha qolgan farzandlarini Kamiljon aka otadan ham ziyod qilib o'stirib oyoqqa turg'izgan. Ularga otalik qilgan. Şu 1966 yılda ben Xorazm Ashula raqs ansambline girdim. Sanata ilk adamımını ustazni yerlerini oynaştan başladım. 1967 yılda Türkmenistan'da Özbekistan Sanat ve Edebiyatı dekadası oldu. Şunda bize iştirak ettik. Katta konsert bo'lgan, o'sha payt hammaga bittadan qo'shiq aytish berilgan edi. Bitta qo'shiq aytgin degan paytida ikkita qo'shiq aytib yuborgan ekan konsertda Kamiljon aka. Kamiljon Ataniyozov bir nomerni aytgandan keyin şu adamlar çepek çalıp yotdi. Shunday zo'r aytdilarki endi hali bunday qo'shiq aytmagan edilar. Türkmenlarni hech kimdir juda yaxshi ko'radilar. Türkmen xalqini-da. Türkmen xalqini o'zi ham dadamni yaxshi ko'rgan. Dum yaxshi ko'rgan. Maxtum Qulini, Mulla Nafasni, Zilolini she'rini ashula qilib aytib, Kamiljon Ataniyozov bizga shuni aytib turibdi deb bular dadamlar juda ixlosi baland bo'lgan. Qarsak bo'lavergan.
Kamiljon aka aytgan shu paytda. O'rtoqlar, men bilan katta xalq artistlari bor. Salam beradi, yana qaytib ketadi, izinden nomerini e'lon etadilar. Yo'q, xalq sıra vermeydi. Undan keyin bu chiqdidan yana bir ashulani aytdi. Ashula tamom bo'lgandan keyin haligi rahbar chaqirib bo'lganda nima uchun ikki qo'shiq aytasan? Nima haqqing bor? Görüp durupsiz dedi, şunca halk talep etip duruptu dedi. Şunun için ben dedi, birisini dedi, Türkmen halkı için ayttım, birisini Özbek halkı için ayttım. O'shandan boshlab Kamiljon akaga sal yine zoom o'tkazib boshlangan. Ertesiga ertalab şu kechagi o'tgan konsertning muhokamasi bo'ldi. Şu muhokamasida Kamiljon Ataniyozovga tanbeh berdilar. Yapılışındaki programmanın e'lon etdilar. Kamiljon Ataniyozovning nomi yo'q. Rahbariyat bo'lish avazib deya eshitganda, sizlar mehmonsizlar. Ben mezbonman. Bu Türkmenistan'a gelgen vaqtda nimaga yapılışında Kamiljon Ataniyozovni alıp taşadыңızlar. Alıp taşamanglar, beringlar ona ne? Bizning halkımız yaxshi göredi. Hem Türkmenistan halk artisti bu. Çıksın bu dese, şunda rahbariyat aytgan, bizning o'zlarimizning ichki intizomimiz bor, tertibimiz bor. Biz shunga rioya etamiz. Shu qonundan, intizomdan chiqmaymiz bize degan. Başlıkı bo'lish evazi Medeniyet Veziri Furtsovaga telefon qilib turib, Kamiljon Ataniyozovni programmaga kiritdilar. Medeniyet Vezirine telefon etib aytgani, bizani başımızdan atlab, şanı aytib turib, bizani üstümüzni baskıladı, bizani deyanimiz etmedi bu deyanini etib turib, keyin Toshkentga kelgandan keyin boshlandi. Oktyabrni 22-23 chislalar edi. Oyimlar telefon qildilar. Rohat darrov kelinglar, Odilbek bilan Odilbek berdi dedi. Dadanglar yomon bo'lib qoldilar. Kasalxonaga borganimda ustozni ko'rishga shunday qarasam, bir paytlari bir ilohiy Xudo bergan ovozi bilan butun dunyoni o'ziga jalb qilgan baquvvat ajoyib bir inson. Qarang endi shu temir karavotda bir burdagina bo'lib yotganini ko'rib yuragim ezilib ketdi. Mana shu hovli Kamiljon ustozning Toshkentda yashagan uylari bo'ladi. Ustozni shu yerdan so'nggi yo'lga kuzatganmiz. O'rtoqlar, shug'una kichkina san'atimizni shunchalik hurmat qildingizlar. Hammaniz hurmat ko'ring, rahmat hammangizga. Biz xalqning san'atchilar xizmatkorimiz, kamchiligimiz ko'p, kechirasizlar. Biz san'atimizning kuzatib tuzganmizki, otaxonimiz, ustozimiz hofiz bo'ladirgan bo'lsa, kelgusida shu mana shu yoshlarga tashab ketmoqchimiz san'atimizni. Ustoz bilan hayotlari davomida u kishini ko'p xizmatlarida bo'lish, u kishini yonlarida yurish, u kishidan bevosita shu ko'p narsalarni o'rganaman degan niyatlarim bor edi. U tomondan menga unchalik nasib qilmasa ham hayotimda u kishidan olgan saboqlarim bo'ldi. U kishidan keyingi Xorazm ansamblini boshqarish menga nasib qildi. Dostlar bir dilberi cani cihanım var menin Arzi gül kavmeti servi revanım var menin Kırkatında ruzi şefav pıganım var menin Atim aşıkta haluna tavanım var menin Söz işki de besi dağin yanım